Hozir mana shu arzimagan bitta rezinka bilan men sizni pulingizni ancha ekonom qilish yo'lini o'rgatib qo'yaman. Mana bunaqa bo'yinlarni qo'yishga maxsus krючокlar sotishyapti hozir. Orqasida arzimagan rezinka qo'yilgan. Summasi bo'lsa kichkina summa turmaydi. Shunaqa palon pulli krючокlarning ishini mana bunaqa oddiy krючок bilan, keyin mana bunaqa arzimagan rezinka bilan hal qilsa bo'ladi. Mana bir rezina 4 ming so'm turadi. Agar men ko'rsatgandek maydalasangiz, вообще kepe pulga tushadi. Kesib olgan rezinkangiz bo'lsa, mana bunaqa begiz orqali ham bo'yin ipiga o'tkazib olasiz. Keyin buni yaxshilab qattam qilib tugib olasiz. Keyin mana shu rezinkaga krючокingizni taqib olasiz. Bunaqa rezinka bilan qo'yish nimaga foyda beradi? Bo'yinlar suvga tushgandan keyin ko'pincha 20 minut, yarim soatda erib kichrayishni boshlaydi. O'sha kichragan paytda krючокingizdan chiqib ketib qoladi. Biza ko'rsatgandek ozgina e'tibor va ozgincha rezinka bilan ishlasangiz, bo'yingiz krючокda mustahkam turadi. To bo'yin oxirigacha erib tugamagungacha krючокdan chiqib ketmaydi. Bu sizning xarajatlaringiz kamayishiga sabab bo'ladi. Keyin bo'yingiz krючокda mustahkam turgani sababidan baliq xo'rayni yutgan paytda qarmog'ingizda yana ham mustahkam ilinib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar videomizda ozgincha bo'lsa ham foyda bergan bo'lsak, like bosib, podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.